Alo, ha o'rta. Bugunmidi? Bo'ldi bo'lmasa o'taman, o'sha yerda ko'rishamiz. Xo'p. Hali sizni do'st bildim, xom sut emgan band. Sodda Ha bo'ldi. Yaxshimisizlar? Esinamay yig'ilib oldinglarmi? Aytgancha, bugun choyxonaga Sardor chaqirmadinglarmi? Hozir uni choyxonaga yetsalaring, pulim yo'q edi deb o'tiradi. To'g'risi-da. Kiyimga ham to'laymiz ani. Bu nima deganlari? Eshitmadilaringmi? Hozir ancha ish yurishib, oyoqqa turib ketgan u. O'sha ishi yurishib ketganida choyxonaga ham kela olmayotgan ekanda. Gapni ham javob borasan-da, o'rtoq. Voy, o'rtoq, nimaga ishonmaysanlar menga? Qanaqa mashina haydab olgani-yu, palon pulni 3-7 nomer taqib olganiga o'z ko'zlarim bilan ko'rdim. 3 oyda ham odam sen aytganchalik bo'lib ketadimi? O'rtoq, Alloh beraman desa, hech gapmas ekan. Keyin yigitning omadi bilan o'ynashib bo'lmas ekan. Yo'q, rostdanmi? Sen hozir bilan yaxshimisan? Ha, yaxshiman. Kecha do'konning oldida ko'rib qoldim. Ko'rishib ketdi men bilan. Bo'lmasam telefon qilib chaqir, choyxonaga kelsin. Bo'ldi, tashqariga chiqib telefon qilib chaqiraman. Alo. Ha, o'rtoq, yaxshimisan? Bezovta qilib qo'ymadimmi? Ha, bugun siz boshlagan choyxonamizga bor edi. O'sha vaqting bo'lsa kelasanmi deb aytdim. Rakatsi deysanmi? Bo'ldi, tashlab qo'yaman. Telefon qilsa o'zim kutib olaman. Bo'ldi, o'rtoq, yaxshi keldi. Xo'p. Shu o'rtog'im boshqacha de. Bola, vaqtim bor dedi.